Dahshatli xabar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, like hamda podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Homiladorlar ko'rmasin. Surxondaryoda kuyov qaynotasini shafqatsizlarcha urib o'ldirgan xabar qilinmoqda. Holat 2025-yil 28-dekabr kuni Surxondaryo viloyatining Uzun tumanida sodir bo'lgani aytilmoqda. Voqea shunday bo'lgan: kelinning qaynotasi va boshqa qarindoshlari oilaviy nizoni tinch yo'l bilan hal qilish maqsadida kuyovning uyiga borishgan. Ammo bu urinish ommaviy vahshiylikka aylanib, kuyov tarafdan 5-7 nafar shaxs temir buyumlar bilan qurollanib, qaynotani Raqibovni bosh qismiga o'ta shafqatsizlik bilan zarbalar berishgan. Hatto u hushsiz holga tushgandan keyin ham do'pposlashda davom etishgan. Natijada qaynota shifoxonada operatsiya vaqtida vafot etgan. Shuningdek, mushtumzo'rlar fuqaro Raqibovga ham og'ir tan jarohat yetkazgan va u ayni damda shifoxonada og'ir ahvolda qolmoqda. Kaltaklash kamlik qilgandek og'ir ahvoldagi qaynota shifoxonaga olib ketilayotganda kuyovning qarindoshlari tomonidan yo'l to'sib qo'yilgan. Mashina haydovchisi ham kaltaklanib, unga nisbatan tahdid qilingan. Bir amallab bemor davlat shifoxonasiga olib kelingandan keyin ham shifokorlarning e'tiborsizligi va mas'uliyatsizligi tufayli 4 soat davomida qaynota tibbiy yordamsiz qolgan. Iddao qilinishicha, shifokorlar bemorni qabul qilishdan bosh tortishgan va qolgan ma'lumotlar rasmiy tarzda kutilmoqda, deyiladi xabarda.